Assalomu alaykum. Bugun YouTube kanalida yangi yo'nalish boshlab olamiz va bu yo'nalishimizning nomi oson intervyu deb nomlanadi. Dasturchi sifatida juda ko'p intervyularda qatnashamiz va aynan shu intervyu natijasiga qarab yo ishga qabul qilinamiz yoki rad javobini olamiz. Ko'pincha intervyularni qiyin deb o'ylaymiz, lekin o'zi intervyular qiyin emas, aksincha oson, easy, faqatgina bizani unga bo'lgan yondashuvimiz, tayyorgarchiligimiz tufayli qiyinroq tuyuladi. Unda keling birinchi bo'lib intervyu davomida boshdan kechiradigan hissiyotlarni ko'rib chiqargan bo'lsak. Birinchisi bu qo'rquv. Ya'ni biz bilmaydigan savol berilishidan qo'rqamiz, intervyu oluvchidan qo'rqamiz, ba'zida hayiqamiz. Undan tashqari algoritmik savol tushadigan bo'lsa, titrab ketamiz. Buni qayerdan bilsak bo'ladi? Yuragimiz tezroq urib ketadi, oyog'imiz titraydi yoki ichimizda ma'lum bir jarayonlar yuz beradi. Ikkinchisi stress. Intervyudan oldin, intervyu davomida, ba'zida intervyudan keyin ham stressni boshdan kechiramiz. Uchinchisi eng ko'p uchraydigani bu hayajon. Ba'zida hayajon tufayli oddiy savollarga ham javob bera olmay qolamiz. Demak, ko'pincha bu uchala faktor tufayli suhbatdan yiqilib qolar ekanmiz. Endi keling birinchi bo'lib suhbatdan muvaffaqiyatli o'tish uchun nima kerak bo'lishini bilib olamiz. Demak, siz suhbatdan o'ta olishingiz uchun eng muhim jihatlardan bittasi bu ishonch. O'zingizga ishonch bo'lsagina suhbat davomida savollarga to'g'ri, to'liq, yaxshiroq javob berasiz va bu orqali suhbatdan o'tish ehtimolini oshirasiz. Lekin ishonch o'zidan o'zi kelmaydi. Ishonchni oshirishning yagona yo'li bu bilim. Ya'ni sizlar faqatgina bilimga ega bo'lsanglargina ishonchingiz paydo bo'ladi va ishonchingiz paydo bo'lib, ishonchingiz oshgani sari Xudo xolasa intervyudan muvaffaqiyatli o'tish ehtimolligi ham oshib boradi. Demak, biz e'tibor qiladigan jihat nima ekan? Bu bilim. Ya'ni agar biz bilimni oshira olsak, ishonchni oshira olamiz, ishonchni oshira olsak, Xudo xolasa intervyudan ham o'ta olish ehtimolligini oshirar ekanmiz. Endi men bu yo'nalishda qanaqa qilib sizlarga bilim beraman? Demak, bilim berish yo'li suhbatlarni tahlil qilish orqali bo'ladi. Ya'ni biz bo'lib o'tgan suhbatlarni tahlil qilib, u yerda kandidatlar qilgan xatolar va qanaqa javob berilishi kerakligini ketma-ketlikda ko'rib chiqib, bilimga ega bo'lamiz. Bu orqali ishonchimizni oshirib boramiz. Unda quyidagi qismga o'tsak bo'ladi. Mana ko'rishingiz mumkin, bizda bir nechta suhbatlar ro'yxati bor. E'tibor beringlar, bu suhbatlar ChatGPT, internet, Google dan olingan yoki men o'zim to'qib chiqqan savollar emas, balki O'zbekiston sharoitida o'zimizdan dasturchilar ba'zida chet el, ba'zida mahalliy kompaniyaga topshirganda tushgan savollardan tashkil topgan suhbatlar hisoblanadi. Ya'ni bularning hammasi real hayotda bo'lib o'tgan suhbatlar va ularda tushgan savollardan tashkil topgan. Har bitta suhbatda o'zining maxsus atributlari bor. Misol uchun, company, ya'ni bu US, Amerika kompaniyasi bo'lishi mumkin, yoki Uzbek, o'zimizning kompaniya bo'lishi mumkin, Polsha kompaniyasi bo'lishi mumkin va hokazo. Type turi bu global, xalqaro, local, mahalliy bo'lishi mumkin ekan. Level darajasi, ya'ni kompaniya qidirayotgan dasturchining darajasi bu biz biladigan junior, middle, seniorlar bo'lishi mumkin ekan. Keyingisi stack, ya'ni yo'nalish. Bu front-end React.js yoki full stack React.js, Node.js, back-end Python, QA automation, DevOps, project management va hokazo. Keyingisi eng baribir muhimlardan bittasi bu salary, ya'ni kompaniya tomonidan quyidagi pozitsiya uchun taklif qilinayotgan oylik miqdori. Mana ko'rishingiz mumkin, middle uchun 1,5 ming, junior uchun 400 dan boshlanishi, senior uchun 3000 ga ham chiqishini ko'rishingiz mumkin. Keyingisi experience, ya'ni kandidatimiz aynan shu intervyuni topshirayotgan payti necha yillik tajribaga ega bo'lganligi. Bu 2 yil, 3 yil, mana 1 yil juniorlarga ko'rishingiz mumkin. Keyingisi language, ya'ni intervyu o'tkazilgan til. Odatda xalqaro kompaniya bo'ladigan bo'lsa bu ingliz tili, o'zimizda mahalliy kompaniya bo'ladigan bo'lsa o'zbek tili ekan. Undan tashqari o'ng tarafda yana bitta atribut bor, bu intervyu natijasi. Buni ataylab bekitib o'tganman. Bir intervyuni to'liq tahlil qilib bo'lganimizdan keyin oxirida kandidatimiz bu intervyudan o'ta olganmi yoki o'ta olmaganini bilib olamiz. Va albatta har bitta intervyuning ichiga kiradigan bo'lsak, shu intervyuda tushgan savollarni ko'rishimiz mumkin. O'zi odatda bu 3 qismga bo'linadi: hard skill, algoritmik savollar va soft skill. Oxirida result, ya'ni natija. Hard skillni o'zi ham bir nechta qismlarga bo'linishi mumkin. Mana ko'rishingiz mumkin, global xalqaro kompaniya middle darajasi uchun JavaScript, React.js va undan tashqari computer science bo'yicha ham savollar bergan ekan. Va xuddi shunaqa algoritmik soft skilllar bo'yicha ham savollar berilgan. Demak, ortga qaytadigan bo'lsak, albatta savol tug'ilishi mumkin. Menda bu savollar qayerdan yig'ilgan? Albatta bu tajriba orqali. Oxirgi bir necha yil davomida 100 dan ko'p suhbatlar o'tkazdim. Hozirgacha ham ba'zida tanishlarim chiqib,
asosan mahalliy kompaniyadan suhbat o'tkazib berishimni so'rashadi. Shuning uchun ham suhbatlarim soni ancha ko'payib ketgan. Undan tashqari, ishlagan deyarli barcha kompaniyalarimda bu Cloud Linux bo'ladimi, EPAM Systems, hozirgi kompaniyamda ham demak intervyu o'tkazib kelganman. Ikkinchisi suhbatga tayyorlash. Demak, intervyular o'tkazish orqali tajribaga ega bo'lganimdan keyin tanishlarim chiqib suhbatga tayyorlashimni so'rashgan. Va bu orqali suhbatga tayyorlash ko'nikmasini ham yaxshilab borganman. Ayniqsa EPAM Systemsga kirgan paytim 2021-yilga to'g'ri keladi. O'shanda juda ko'p tanishlarim chiqib, aynan shu kompaniyaga tayyorlashimni so'rashgandi. Va oxirgisi, kimni tayyorlashimdan qat'iy nazar har doim suhbat savollarini yozib olishni so'rardim. Agar aynan suhbat davomida yozib olish imkoniyati bo'lmasa, suhbat tugagandan keyin esda qolganlarni yozishni so'rardim. Nega? Chunki suhbatni tahlil qilish orqali suhbat qanaqa o'tdi, xatolarni ustida ishlash, undan tashqari taxminan natijani ham bilishimiz mumkin edi. Va shu orqali menda quyidagi suhbatlar ro'yxati yig'ilib qolgan. Keyingisi maqsad, ya'ni bu yo'nalishdan asosiy maqsadimiz nima? Birinchisi ishonch oshirish. Boya aytib o'tganimdek, biz bu yo'nalish davomida bilim olib boramiz va bu bilim olish orqali ishonch oshiramiz. Ishonch oshirish orqali, xudo xolisa, intervyudan ishonchli o'tishni yo'lga qo'yamiz. Keyingisi, keyingi darajaga chiqish. Misol uchun, agar sizlar hali junior bo'lib ish boshlamagan bo'lsanglar, juniorga nima savollar tushishi sizlarni qiziqtiradi yoki bu bo'yicha tushunchaga ega bo'lmasanglar, bu yo'nalish orqali bularni bilib olishinglar mumkin. Xuddi shunaqa junior bo'lsanglar middle bo'lsanglar senior, ya'ni keyingi darajaga chiqish uchun nimalarni bilish kerakligini quyidagi yo'nalish orqali bilib borasizlar. Uchinchisi va bu eng muhimi, local global. Ya'ni odatda mahalliy kompaniyada ishlayotgan dasturchilar global, xalqaro kompaniyaga topshirishga qo'rqadi. Nega? Ingliz tilim yetarli emas deb o'ylaydi, yoki bilimim, yoki qanaqa savollar tushishini bilmaydi. Va bu yo'nalish orqali biz shu dasturchilarni mahalliy kompaniyadan xalqaro kompaniyaga o'tishiga yordam bermoqchimiz. Va sizlardan talab etiladigan narsa nima? Bu ikkita, juda oddiy. Birinchisi izoh. Ko'rishinglar mumkin, bizda bir necha xil stack bo'yicha, mana ko'rishinglar daraja bo'yicha suhbatlar bor. Sizlarga aynan qaysi bir qiziqligini albatta izohlarda yozib qoldiringlar. Keyingi videolarda aynan o'sha suhbatni tahlil qilishga harakat qilamiz. Undan tashqari, agar bu yo'nalish sizlarga yoqadigan bo'lsa, albatta izohlarda o'z fikrlarini bildirib ketinglar. Ikkinchisi ulashish. Agar sizlar bu videolarni manfaatli deb topadigan bo'lsanglar, albatta do'stinglarga jo'natib qo'yinglar. Va yana bir jihat, o'zimning Telegram kanalimda ko'pincha dasturchilarga foydali bo'lgan ma'lumot kontent bilan bo'lishib boraman. Bu video bo'ladimi, maqolami yoki-da o'zimning fikrlarimmi? Shuning uchun Telegram kanalimga a'zo bo'lib qo'yishingizni tavsiya qilaman. Demak, quyidagi Ulug'bek Samoqjonov orqali o'tish yoki-da QR kodni sken qilish orqali o'tishingiz mumkin. Endi keyingi videomizda biz birinchi suhbatimizni mana ochib oladigan bo'lsak, bu demak Amerika kompaniyasi xalqaro Middle Frontend React.js darajasiga 1,5 ming oylik taklif qilganda, aynan JavaScript bo'yicha qanaqa savollar berilgani, bunga kandidatimiz javob bera olganmi, bera olmaganmi, undan tashqari sizlar qanaqa javob berishingiz kerakligini birgalikda tahlil qilib ko'rib chiqamiz. Boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, sizlar xalqaro kompaniyaga 1,5 ming dollar oylik uchun kirmoqchi bo'lsanglar, qanaqa JavaScript bilimlariga ega bo'lishingizni birgalikda ko'rib olamiz. Unda videomizni shu qismda tugatamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr.